Mana shu aroqni ichib bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mana shu aroqni ichib bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynada qaranglar. Mana. Kim ichgan buni? Shu ichib o'tirganingdagsan. Shu qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Shu qiz chekkanmi? Mayaqda Ramazon. Naryoqda? Mayaqda Archa bayram. Ro'za tutarmidi? Ro'za ham tutadi, aroqni ham ichadi. Ayolingiz deyapman, tilim ketib qolyapti, lekin ayolingiz emas-da u qiz. Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Bu aroqni ham ikkalasini olmay ichibdi oxirigacha. Masalan, hozir so'rasam musulmonman deysiz-da, to'g'rimi? Nimaga nikohlab olmadingiz? Jinnimisiz, ahmoqmisiz? Nima shu paytgacha shu nikohlab olmadingiz shu qizni? Qo'pol qilib bitta gap gapiraymi? Harom yurgansiz, to'g'rimi? Ha? 1 yil, 2 yil, ha? Mana shu qiz bilan o'ynashib yurgansiz, yotib yurgansiz. Ana u nima? Yaqinroq oling. Yaqin ko'rsating. Ha? Harom yurganligingizni mana isboti bilan. Hech kim bitta siz aktyor bassiz, to'g'rimi? Siz ham aktyor bas, bekorchi ham bassiz. O'zimiz sahnalashtirib olgan joy emas. Mana joy yerlarda oling mana. O'zi bunday olib qaraganda nikohlari ham yo'q, nima bir-birlarini qizg'anishar ekan, men hayronman. Men o'sha insonda nima bo'lganda ham, ha? Xo'p, o'sha yuvib kafallab O'zbekistonga jo'natib yuboraman. Vazifam ekan, ha? Boshqa odam qilamaydi chunki. Siz qilalasizmi? Siz qilalasizmi? Bu O'zbekistonda erga tegyapti, keyin yana Karsga tegyapti. Keyin sizga siz bilan yashayapti, ha? Zatka oldin bitta Kars bilan ushlab olganman dedingiz-ku. Kim bilan qayerda ushlab olgansiz? Tungi klubda. Mana shu qizni nima qilayotgan ekan ular? Tungi klubda. Kitob o'qishayotgan ekan. Nima qilishayotgan ekan? Ichib o'tirishgan ekan. Men hali Ayas bilan gaplashdim-ku, to'g'rimi? Ayas bilan nima dedi? Viza qilish kerak. Viza qilishlik uchun gaplashyapti ekan dedi, to'g'rimi? Ruxsat bering. Ha. Vizani tungi klubda aroq ichib qilishar ekanmi? Gap bir-biriga tushmayapti, to'g'rimi? Endi Qoraqo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi-da. Ha? Sirdaryolik bo'lgan, u Karsga tegib kelib, bu bola bilan o'ynab yurgan, 2 yil yashab yurgan, mana mana shu yerda yashashgan, benikoh yashab yurishgan. Endi harom xaris yurganda orqasidan mana shuncha ish kelib chiqyapti-da. Uylanmagan ekan, u 2-3 ta er ko'rgan ekan. Ota-ona qaqiryapti u yoqdagilar. To'g'rimi? Bu qizni ota-onasi ham bilar ekan, bu bilan nikohsiz yashab yotib turib yurganini. Lekin mana shu videoni Instagramga qo'yaman. Ko'rganlar xulosasini qilib olsin. Mana oxiri mana shu. Harom yurishning oqibati mana. Mana odam, mana xotin-da opa, mana xotin. O'sha o'zini qizini kimligini biladi. Mana uni ham biladi. Ko'tingni qisib o'tirar. Ayb o'zidaligini ham biladi. O'zbekistondan yana bola tushiradigan dori ham jo'natgan. Tushunmadim. Nima gapirma. Nima deding hozir? Nima deding? Ayt. Ayt hozir. Nima deding? Ayt. Menga ham aytgansan bu gapni. Ayt uka. Ayt, bilsa o'sha xotinni hamma. Ayt. O'zbekistondan kerak bo'lsa bola tushiradigan dori ham jo'natgan. U narsani ham isbotlab beraman. Nurepan nima u? Fohishaxona. Qizini tarbiyalanmasa, bag'dagilarda nima? Ayt. O'zi o'sha marhumani dushmani o'sha o'zi ekan. Kim gapiradi? Gapiringlar. Fakt bilan gapiringlar. Hamma posingda biladi uni ekib chekib yurishini Avaz aka. Ovoz qo'ying. Men bitta posingga borib-chi, bitta mikrofon olaman endi. Ko'rsataman hammasini dokazat, qayerda yotgan, qayerda nima bo'lgan, divanigacha ko'rsatib beraman-chi. O'sha karislar bilan tarjima qilib, CCTV'sini ochib, kamerasini ochib, qachon qayerda nima bo'lgan, qana bo'q yeganigacha ko'rsatib beraman men endi. Nurepangda ishlashini bilib turib, o'sha qiz bilan yurganmisan? Ha? Men onajon deyapsan uni. Hamma ichdi boshida o'sha ayas turibdi, o'sha xotinni deb o'sha yerlarda ishlab yurgan, o'zi aslida Nurepanda o'sha xotinni deb ishlagan. Men tarqatinglar mana videoyimni, o'sha fohishani ham tarqatinglar, meni ham tarqatinglar. Nikohsiz er xotin bo'lib, bitta uyda 8 oycha yashagan bu. To'g'rimi? 8 oycha. Qayerda ishlardi? Nima u Nurepan? Ayt, tushunmaydiganlar albatta. Nurepan bir fahishni uyida qiz taqib aytganda. Qog'oz ko'raman, aniq ochiq ayt. Nima u joy? Jalabxona, o'zbekchasiga aytganda jalabxona. Nima qiladi yerda? Nima qiladi? Ayt. Kelgan odamlarni ko'nini olib, billa ichib o'tirib, qo'shiq aytib shunaqa joy. Nima qiladi u kelgan odamlar? U qizni aroq quyib bersa bo'ldimi? Boshqa ish nima qilishmaydimi?
Nima narsa qiladi? Koreyadagilar biladi, O'zbekistondagilar bilmaydi. Gapir! Nima shu yo'ldan qaytarmading sen, beparasat? Qaytarishga aka shuncha harakat qildim. Tushunyapsizmi? Uydagilar qo'ymasdi, pul jo'nat deb qo'ymasdi u bechorani ham. Kim o'sha uydagilar? Onasi. Nima u? Nima u? Ko'rsating. Nima edi u? Araqmi u? Pivo. Ash pivani ichib o'tirganmi bu? Da. Uni kim uni tutga turgan qiz? Nozima shu. Mash qiz mashini ichib yuramidi? Qo'rqma uka, ko'rsat. Borini ko'rsat. Bu qora qo'ng'iz bolasini oppog'im deyotganini ko'rsat. Nima xohladim, ey Sherzod? Sizlar Koreyaga kelmasin. Kelsa dadasi bilan, akasi bilan kelsin, xor bo'lmasin degan ma'noda qo'ydimmi o'sha videoni? Ichamiz keldik. Qo'yib yuboring. Davay ko'rsating. O'zini gapi bor ekan, kayf qilamiz, araq ichamiz degan videosini qo'y hozir ko'rsat. Ichamiz keldik. Ana qayta qo'yaman. Ichamiz keldik. Kim bu qiz? Nozima. Nima ichamiz deyapti bu? Olib qo'ying zapislarini. Tashlab beramiz. Hali papka qilib tashlab beramiz xolani o'ziga. Bulardagi narsachi, hech nima emas. Manda o'qib yotibdi narsasi. Ismim Avazbek, Koreyada yuraman. 10 yildan beri bunaqa problemalarni ko'raverib, to'g'risi aka, mana bu problemalar menga multfilm bo'lib qolganda. Endi mahkama masalasi, bu yerda odam o'lgan. Uni sud hal qilish kerak. Shubhali narsaga aralashib qolsa, ertaga javobgarlikka tortiladi. Dunyoda ham agar qo'lga tushmasa, oxiratda ham javobgarlikka tortilib ketadi. O'shaning uchun yo kimdadir mavzuga aloqador, kimdir qotil bekinib turibdi, guvohlari bor, qo'lida sharoiti bor, imkoniyati bor, u qotilni topishlikda yordam bersa bo'ladi. Lekin masalan zino masalasini ham gapirilyapti bu yerda. Unga o'xshagan narsalarda to'rtta guvohi bo'lmasa, o'zi ko'rmagan bo'lsa, bu narsalarni palonchini o'ynashiydi, pistonchini anaqasida edi degan gaplar bilan ayplash ham to'g'ri emas. Ayniqsa o'tib ketgan odamlar to'g'risida.